Telefon va dangasalik tuzog'idan qochdim. Qanday deysizmi? Unda eshiting. Ishdan keyingi charchoq bu eng katta sinov. Telefon shunchaki yutib yuboradi. Shuning uchun uyga qaytishim bilan tezda kiyimlarimni almashtirib, zalga ravona bo'ldim. Ozgina razminka qildim, keyin darrov tosh ko'tarishga tushib ketdim. Yengil toshlar ham boshida menga og'irdek tuyuldi. Tanam esa titradi. Bugun ko'krak mashqlarini bajardim. Ishonasizmi? Xuddi birinchi marta zalga kelgandek o'zimni his qildim. Endi formamni tiklab olish uchun esa kamida 2 hafta vaqt va muntazam chiqib turish talab etiladi. Rostini aytsam, uydan chiqishgacha bo'lgan yo'l mashq qilishdan ko'ra qiyinroq bo'ldi. Lekin hozir zalda turib o'zimga o'zim rahmat aytayapman. Chunki birinchi qadamni bosib oldim. Birinchi qadamni bosish har doim eng og'ir bo'ladi. Bugungi kunimdan mamnunman. Sababi men o'zim uchun bergan va'dani bajardim. Uyga qaytib kelib birinchi qilgan ishim protein ichish bo'ldi. Undan keyin ovqat tayyorlashga tushib ketdim. Tovuq go'shtiga tuz, murch, qalampir, ozgina mehr qo'shib qovurishni boshladim. O'zimdan shef-povur yo'q olib, olovlarni chiqarib qovurdim. Uning ustidan keyin muzlagan sabzavotlar qo'shib, tomat, suv qo'shib, yana ozgina qovurdim. Qarabsizki, ovqat tayyor. Ko'rinishiga nima deysiz? Shak kelmasa? Ta'mi shunchaki bomba. Buni meni reaksiyamdan ham bilib olishingiz mumkin. Choy bilan kino qo'yib, ovqatlanib oldim. Aslida men har kuni ham bunaqa o'tmaydi. Ba'zi paytlar shunchaki telefon o'ynab vaqtim o'tib ketib qoladi. Ichim achiydi. Video tayyorlashimdan esa maqsad telefon o'ynash o'rniga kunimni foydaliroq o'tkazish. Endi so'z navbati sizga. Sizda ham mendagi holatlar bo'lib turadimi? Dangasalik, telefon balosidan qanday qutulasiz? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Men uchun juda qiziq. Video yoqqan bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, like tugmasini bosing va do'stlaringizga ham jo'natishni unutmang. Hammaga rahmat.